Abbos Xo'ja ko'koshni tashlab ketdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ko'kosh va Abbos Xo'ja birgalikda ishlayotgan guruhda ko'kosh operatsiyasi bo'lgandan so'ng uni yonida doimo bo'lib turgan va operatsiya bo'lgan klinika ambasadori bo'lgan Abbos Xo'ja ko'koshdan voz kechdimi? Aslida ko'koshdan foydalanib yurgan edi. Faqatgina PR uchun edi. Ko'koshning ahvoli og'irlashganda umuman xabar olmadi. Men oilamni tanlayman. O'ladimi, qoladimi bu Xudodan. Men borolmasdim deb video qilibdi noinsof Abbos Xo'ja, deydi Jasmina Trans. Yaqindagina Abbos Xo'ja va o'rtog'ining do'konlari yonib ketdi. Shu bois Abbos Xo'ja Toshkentdan ketganini, ko'koshdan esa xabar ololmaganini aytdi. Barchasi Xudodan, peshanada bori bo'ladi, deydi Abbos Xo'ja. Sizningcha Abbos Xo'ja ko'koshdan faqatgina PR uchun yonida edimi? Og'ir ahvolda yonida bo'lmaganining sababi nimada? Videoning davomini ko'rish uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.